Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qabulimizda takaxon bo'ldilar. Davomli ham chiqishning sababini topib bering deb kelgan ekanlar. Mana qaranglar, yurayda devor mana 10.7 M rejimda 14.8 mana yuray devorning qalinligi. Bitta belgisi biz ikkinchi belgi diastolic disfunksiya, ya'ni bittasi mana M ga o'xshagan narsa, birinchi belgisi, ikkinchidan normada balandda turishi kerak. Uchinchi yana bitta tasdiqlaydigan narsamiz mana bo'yin tomirlarini doppler qilganimizda mana 1.49 chiqyapti, normada 0.9 bo'ladi. Bu yog' so'rasak, dadalarida davomli bo'lgan ekan, onalardan davomli bor ekan. Va pochkalarini boshqa joylarni ko'rsatib yuraverganlar. Sabab mana topildi, tasdiqi bilan, isboti bilan dorilarga o'tkazib berdi. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Davlengani sababi faqatgina o'sha bitta buyrak gaplash bilan qo'yilmaydi. Mana shu o'zining standartlari bor. Shu standartlar orqali isbotlab qatdan chiqyapti, nima bo'lyapti aniqlanadi va davolanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizga tilak.